Bilaman, uydasan kichkintoyim. Iltimos, ishingni och bo'lmasa yomon bo'ladi. Ishini chiqarib, uchmasin-da. Ulash esimdan chiqibdi-yu. Malinki muttaham. Ishingni bekimoqchi bo'ldingmi? Gazga shuncha qarzing bor. Qarzi bor kishini urib sindirtishini deyishgan mazgil. Uyingni sotib bo'lsa ham to'lashing kerak, sen uyda bekir. Uyet! Gigabayt qasimiyim bilan pul kibit. Senga hamma pulni qaytaraman. To'g'risi, Gabit, basaga to'g'ri aytaman. Hamma qarzida xitoyman. To'g'risi qarachigan, menga ishongin. Xo'risi uyimni sotaman. Qumorni Yo'q. chidaganga chiqargan. Qarz bo'ldingmi, to'laysan. To'la olmaysanmi? Yo'q. O'lasan. Iltimos. Xato qildingmi, to'g'rilash kerak. Polvon. 200 ming a. Faqat menga suzasan. Qarzingni to'laguningcha. Ikkita kishka bor. Gaplashib qo'yganman. Yig'lama. O'zingni bos, mushuk bo'l. Ol kartani. Yur. Toycholarim, men bu 31. Aynan. Bola. Menda 31. Endi hammanglar bitta uylarga peshkom ketasizlar. Yep, alada. Nukay. O'taqa kulyapsanmi? Nifiga pul olamiz. Bolani puli yo'q. La nima qilamiz unda? Voy oddiy
o'tirganda kayfmas edi. Shuning uchun bolalar bilan kelishib olib, ozgina sani o'rtaga tushirib o'ynatdik. Yo'q, men umuman tushunmayapman-da. Menda 200 ming dollar qarzim bor edi. Nima qilib olmani sunmay kulib bunaqa o'ldirishga? Ana, mana shu joylari menga yoqyapti. Yo'q. Men juda ham yaxshi odamman. Oxirgi so'zingni ayt. Gambit, qarang, men sizga yuz berishim mumkin. Boshqalardan ham pul ishlaymiz. Hamma qarzimdan qutulaman. O'chir. Oxirgi gap. Avvalimanat. Ahror ibanat? Na ble. Semirdimi Zafar? Pulimizni yegandan keyin semiradi. Davay. Shoh qani? Tepada qoldi-yu. Pul bilanmi? Pul bilan? Yeb down. Allo. Da boss. Xotiram men pullar menda. Ровно $500 000. Oh, pullar. Voy blok! Dem mashina. Qanday kulyapsan? Ahror ibanat? Bo'ldi. Bu memni Ahrorga o'tkazib yubordik, bo'ldi. Bo'ldi, уже qutuldi bu narsadan. Istoriya meniki emas. Xo'p, biza основной ssenariy bo'yicha ko'p vaqt ketdi, reально. Chunki yarim soat vaqt ketdi. И biz примерно bir 4-5 ta boshladik, 11 gacha syomka qilish kerak edi. Основной kechasi bo'ldi-da, syomka ko'chada ham kam oldi. O'shanga faqat zakritli joylarda olishga harakat qildik. И bitta joylari takoy kesilib ketdi. Mayli, o'shanga ozgina. Короче, o'zi biza o'ylagan narsalar sal bo'lmay qoldi. O'zgarib emas ekan. Men hammasini birinchi marta bu narsani qilyapmiz-ki, o'shaning uchun ba'zi narsalar qolib ketdi, ba'zi narsa bir-biriga to'g'ri tushmay qoldi. O'sha momentda o'zida ssenariy o'zgarib ketib qoldi. Biz xohlagan narsa 100% chiqmadi. Misol uchun bitta joyda nimaga Gambit постоянно лекарство anaqa dori-darmon ichib yurdi, chunki oxirida tugab qolish kerak edi, o'lib qolish kerak edi. Lekin по плану ketmadi, и в итоге просто ketmadi, soat 1 gacha olishimiz kerak edi. Da, просто Shohrux pulni uxlatib ketdi bo'ldi. Agar kay bo'lsa, yoqgan bo'lsa, ikkinchi komandaga o'tamiz. Sizlar bemalol o'tasizlar bo'ladi. Rahmat. Yana bitta qarshi. O'ylab qolib komandasi. Rahmat. Endi esa shu tempni yo'qotmasdan ikkinchi komandaga o'tamiz. Ya'ni Uzki Crew jamoasi bitta qarsanglar. Vamos! Assalomu alaykum. Mana qaranglar, bitta noto'g'ri ish bo'libdi. Hozir birinchi oqlab olaylik. Faqat bizani emas, bizani syomka qilgan operatorlari va bizani videoni montaj qilgan montajyor ham kelish kerak edi. Aziz ko'rayotgan bo'lsang, minglani. Ishlar uchun har bitta komandaga 1 million so'mdan texnikaga ajratilgan. O'sha pulni ovqatga ajratish kerak edi, Lutsi. Bizani operator skillini birinchi kadrdan o'zingizlar ko'rasizlar. Birinchi kadr bo'ladi-yu, kirib kelish kinoga. Birinchi kadrni ko'rdim. Birinchi kadrdan o'zingizlar ko'rasizlar, o'tda bilmadim. Keyin menga montajyor topib berasan. Nima gapingiz bormi? Og'izga ishim bor.
Bo'lmasam biz esa ikkinchi komandani filmiga o'tamiz. Let's fighting! Da, mashinamni urib oldim. Bilmayman, hozir pul kerak menga. Qayerdan topishni bilmayapman. Qayerdan bilay? Qandoq? Shundoq mana. Qandoq? Bardiyor ustiga chiqib ag'anab ketdim. Bo'ldi, nima qandoq? Yo'q, qandoqsan sog' qolding? O, menga hozir shu hazillari yetmay turibchi olsam, o'zi palakatman bu. Anaqa hazil? Moshinani ahvoli qanaqa hech nima qilmabdi-yu. Ayib o'zingda-de. Biz senga necha marta aytdik? Hamma aytdi. To'g'ri yurgin. Yomon yo'llarga kirma. Qancha qiz o'tirdi bu mashinaga, og'ayni. Mana palakati uyda qoldi. Ahvolga qara. Problemani hal qilish kerak. Pul topish kerak. Kim mashinasi o'zi bu? Arendani. Hop. Короче, bitta ideya bor. Hop. Pul kerak-a? Aha. Pul topamiz. Hop. Как раз bugun Real o'yini bor. Aha. 2 koeffitsient qo'yding, bam bum bam. O, da faqat unga ham boshiga tikish uchun pul kerak-ku, sen berib turasanmi? Ha, o'lmang. O'sha pul menda ham yo'q, pul topish kerak-da. Yo'ldan oldiga boramiz ham. Jo'lon? Qaysi jo'lon? Sintoshimiz? Ana, Shustri bolang aytsanmi, Saruni? Ha, hozir как раз boyga uyda ishlayapti. Boy uyda ishlayapti. Komol? Nimaga? Bormisan? Jo'lon yaxshimisan? To'ydan beri ko'rishmadik. Nega to'y zo'r bo'ldi? Hamma o'ylab turib havas qildi. Sen marrazni hali kuni mashina yetti qiz bilan ko'rding, lekin chatosa. Urdi palakat shu. Shunga yordam kerak endi, jigarim. Voy, yordam berma, o'rta qotirolmasa. Voy. Jigarlarim. Men bor ekanman, seni chiqarish. Men ham urganman mashinam, xuddi shunaqa vaziyatga tushganman. Hech narsa qilmaydi. Berasanmi yordam? Yordam beraman. Puldan bo'lsa, puldan tanishdan bo'lsa, tanishdan. Bo'l. Bo'l, zo'r. Shustrisan og'ayni. Bizlar bilan bo'lgin bugun, iloji bo'lsa vaqting bormi? Voy, bir hafta senlar bilan. Bo'l, xotiramalaring. Faqat bitta nima bor. Ha. Nima? Bilasanlar, yaqinda ishga kirganman. Aha. Sheppa o'g'illariga qarab yuraman bolaga. Narsalaring. O'sha bizlar bilan yursa bo'ldi. Ha, bo'ldi, muammo emas. Muammo emas. 3 ta kalla yaxshi, 4 ta kalla undan yaxshi. Ha, bo'ldi. Azam. Yaxshi bo'ldi. Park, ko'cha-po'chada ming'illatding. Og'aylarim keldi. Endi mazaq baylanasan. Ular shu sheppa o'g'illari.